Shoshilinch, Abbosxo'ja endi qamaladimi? Abbosxo'ja va Jasmin o'rtasida katta janjal. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Abbosxo'ja xalqqa murojaat qildi. O'rtoqlar, bo'ldi-da endi. O'zingizni, xalqingizni o'zingiz, san'atkoringizni himoya qilmasangiz kim himoya qiladi? Qachongacha komment yozib o'tirasizlar? O'zbekistonda qancha shifokor, qancha professor bor. Hammasini mollar deyapti. Sizlar ham shifokorlar murojaat qilinglar. Nimaga jimsizlar? Barcha san'atkorlarni yomonlab chiqdi Jasmin. Hech kim gapirmaydi. Jasmindan qo'rqasizlarmi yoki deydi Abbosxo'ja. Meni qo'l oyog'im ipsiz boylangan. Kokoshni ahvolidan xabar ololmayapman. Yomon bo'lsam ham vaqtida yonida edim. Lekin hozirgi kunda men u yerga borganim bilan qo'limdan hech narsa kelmaydi. Hammasi Xudodan, shifosini Xudo bersin deydi Abbosxo'ja. Balki meni yomon ko'rarsizlar, balki yomon dersizlar. Mayli, barchasiga chidayman. Lekin men Kokoshning yoniga borib o'tirganim bilan u tuzalib ham qolmaydi. Bu gaplarga Jasmin ham javob berdi. Xalq seni yomon bo'lganing uchun ham yomon ko'radi-da. Ko'p vaysayverma. Sen pulini olgansan, o'sha klinikaning ambassadorisan. Shu uchun doktorlarga gapirolmay qochib ketding. Farg'onangdan chiqolmayapsan ham. Indamasa bilganingni qilyapsan. Senga biz hech nima demadik. Prosta sen Kokoshni yonida o'rtog'miding? Yonida turishing kerak edi. Yomon kunida uni tashlab ketding. Bu qilgan ishing erkakning ishi emas deydi Jasmin Trans Abbosxo'jaga javoban. Hozirgi kunda klinika rahbari o'zini kasalga solib yotib olibdi degan mishmishlar ham juda ham ko'p uchramoqda. Haqiqatan ham Abbosxo'ja klinika ambassadori bo'lib ishlaydi. Lekin nima uchun Kokoshning ahvolidan u xabar olmayapti? Katta janjallar, Kokoshning ahvoli haqidagi minglab mishmishlar televideniyada ham aylanmoqda. Aslida o'sha klinikada Halima Ibragimova ham operatsiya bo'lgandi va o'sha yerda vafot etgani aytilmoqda. Endi bu taqdir Kokoshni ham kutyaptimi? Bunga sizning fikrlaringiz qanday? Shu haqda kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib, video davomini ko'rish uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.